Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 5-mart va haftaning 4-kuni payshanba. Bizda kutilayotgan iqtisodiy yangiliklar o'rtoqlar, bugun Yevropa Markaziy banki o'tkazgan zasedaniyasini protokol e'lon qiladi. Ya'ni qog'oz variantida nimalar yozilgan, nimalar kim qanaqa kutilmalar Markaziy bank a'zolarini shu kutilmalari bilan qisqa qilib aytganda va mana shu narsa bizning e'tiborimiz markazida O'zbekiston vaqti bo'yicha 17:30 ga to'g'ri kelyapti. Va undan tashqari bugun Non-Farm oldidan oxirgi hisobotni qabul qilib olamiz. Ishsizlik nafaqasi uchun dastlabki arizalar bu 18:30 ga to'g'ri kelyapti va ertaga bizda Non-Farm 10 gacha chiqqani barcha ish bozori yangiliklari bizda dollarning kuchayishi, ish bozori ideal holatlariga kechagi EDPM juda zo'r chiqdi. Hammasi hozir dollar uchun kuchayib, Non-Farmda tilla selga ketadigan kutilmani beryapti. Ya'ni qiziqasizlar shu narsaga shuning uchun aytdim, lekin men bu vaqtda savdo qilmayman va tavsiya ham bermagan bo'lardim. Prosta yangiliklar o'sha tomonga tortyapti. Demak, Lagartning nutqi bo'ladi undan keyin. Mana bundan keyin albatta Lagartning nutqi yana yevroni qo'llab-quvvatlash uchun qaratiladi ko'p holatlarda. Yevroni qadrsizlanib ketishini juda ham yomon ko'rishadi bular. Hop. Endi FOMS a'zolaridan Bowmanning nutqi bo'ladi. Albatta FOMSning FRSning ichida nima bo'layotgani biz uchun qiziq, shuning uchun har bir nutqqa e'tibor berishimiz kerak. Dollar masalasidan oldin bitta narsani aytmoqchiman. Alyuminiy bilan savdo qiladiganlar ham bor oramizda va alyuminiy bo'yicha savdo qiladiganlar o'rtoqlar, alyuminiy narxi ham juda ham keskinlik bilan, mana buni kecha ko'k qilib qo'ydik, keskinlik bilan ko'tarilishi mumkin. Nima uchun deydigan bo'lsak, Ormuz bo'g'ozidan nafaqat neft, balki alyuminiy ham o'tadi va 2025-yildagi dunyoni ishlab chiqarishning 8% dan oshgan ulushi mana shu Ormuz bo'g'ozi orqali yetkazilgan. Bu xalqaro alyuminiy institutining ma'lumotlari. Shunga qarab alyuminiy yana oshishi mumkin ekan Ormuz bo'g'ozi yopib turadigan bo'lsa. Goldman Sachs prognoz berdi, yana 5 hafta mabodo yopib turadigan bo'lsa, VTI Brent narxlari, albatta Brent to'g'rirog'i, yopib turadigan bo'lsa $100 ga yetishi mumkin ekan o'rtoqlar. Neft narxi $100 ko'tariladi, Brent ham VTI ham shu qatorda yuqorilashi mumkin. Kecha o'rtoqlar esingizlarmi? Savdoni ochib yubordik live'da. Live emas, mana shu video davomida u ham tek profit yopilib qoldi o'rtoqlar. Tasodif bo'lib turadi shunaqa holatda va chizgan joyimdan ketadi degan narsani unutinglar. Bir-ikki bo'lib qoladi-ku, lekin har doim ham emas. Shuning uchun bu narsa har doim ham o'zini oqlamaydi. Shuning uchun ehtiyotkorlik bilan savdo qilish tavsiya etiladi o'rtoqlar. Strelkamiz bor ekan-ku, men chizib o'tiribman. Demak, dollar indeksi ham yuqoriga baholayapman. Sabablarini aytaman hozir. Xavfsiz aktiv sifatida hozir qadri oshyapti dollarni. O'zini tiklab oldi dollar. Moliya vaziri Scott Bessent bilamiz AQShniki. Uni gaplariga qaraganda 15% stavka mana shu hafta balki ehtimol degan gap bordi. Ehtimol mana shu hafta ishga tushadi, kuchga kiradi degan. Oldin 10% edi, endi 15%. Boj tariflari 5 oy ichida yana o'zini holatiga qaytadi deyapti, chunki Trump 6 oygacha налог qo'ya oladi, bilasizlar, 15% bilan qo'ya oladi. Non-Farm oldindan bizga EDP hisoboti nima dedi? 50 mingta kutiluvdi. Oldin EDP hisoboti o'zi 22 ming edi, qaytib ko'rib chiqilgandan keyin 11 mingta bo'lgan va bu past natija, lekin bozor 50 mingta kutdi. Xususiy sektordagi bandlikni 63 mingga oshgan o'rtoqlar bu. 63 ming. Kutilmadan 13 ming ko'p. Bu juda ham zo'r va o'tgan oyga nisbatan juda ham katta o'sish, 52 mingga o'sgan o'tgan oyga nisbatan. Zo'r. Va Miron yana dollarga ozgina negativ berishga harakat qildi. Steven Miron, bilasizlar, Trumpdagi FRS vakili. Trumpni o'zi saylab qo'ygan o'shani. Bu gap bo'yicha FRS stavkani 1% gacha pasaytirish mantiqiy bo'lar ekan. Mantiqiy emas bu o'rtoqlar. Bu har doim mana shu Trumpni qo'llab-quvvatlaydi. Qachon yig'ilish bo'ladi, qachon FOMS bo'ladi, ichida bitta inson stavkani eng katta ehtimol bilan pasaytirishni taklifini beradi. Misol uchun Jerome Powell aytsa 0.25 ga pasaytiramiz desa, Steven Miron chiqadi 0.50 ga. Yoki hamma umuman pasaytirmaymiz deydi, Steven Miron chiqadi 0.50 ga. Ko'p marta bo'ldi mana shu holat. Xuddi shu inson o'rtoqlar yana foiz stavkalarini tushirishni taklifini beryapti. AQSh iqtisodiy hisoboti ISM nima bo'ldi? Kecha S&P Global'ning PMI ham bor dedik va ISM bor edi. S&P Global'niki negativ berdi, ISM ko'taryapti. S&P Global'niki biroz kam chiqdi, lekin ISM haqiqiy xizmat ko'rsatish sektori PMI 53.8 dan 56.1 ga ko'tarilib ketdi. Bu juda ham nerealli o'sish va dollar uchadi degan signalni bergan bu. Iqtisodiy holat juda ham zo'r, xizmat sektori juda ham zo'r ahvolda ekanligini ko'rsatib beryapti. Fevral oyidagi PMI bu o'rtoqlar. Zo'r.
Endi dollarni ko'tarilar ekan, hop, yevro nima bo'ladi desanglar, yevro просто hozircha outsider bo'ladi dollarga nisbatan. Liniyamiz joy almashib qolibdi, to'g'rilab qo'yishim kerak ekan. Demak, yevro bizda outsider bo'ladi. Markaziy bank gaplariga qaraganda Yevropa o'zini pozitsiyasida qolishi mumkin, faqatgina Yaqin Sharqdagi geosiyosiy holatdan cho'chiyotgan ekan va mana shu mojarolar natijasida neft va gaz narxlarining keskin oshishi inflyatsiyani xavotirlarini kuchaytiryapti deydi. Treyderlar endi yil davomida Yevropa stavkani oshirishiga undamoqchi, ya'ni oshirishiga qaranglar degan fikrni olg'a suryapti. Chunki dollarga nisbatan hozir dollarda kuchayib boryapti, lekin yevro zaiflashyapti. Yevropa Markaziy banki prognozlariga qaraganda Yevropa yil oxirigacha hozir stavkani oshirish ehtimoli deyarli 40% ga baholanmoqda. Bu yevro dollarida narxlanishi kerak, narxlanmayapti. Narxlansa ko'tarilardi o'rtoqlar. Tushiradigan narsani o'rniga yuqorilash ehtimoliga baholanayotganligi bu ko'tarish kerak. Narxga kirish kerak, kira olmayapti. Negadir hali bozor bu narsani hazm qila olmadi. Yevrolardagi inflyatsiya ma'lumotlari kutilgandan yuqori bo'lganligi uchun 1.9 ga yana qaytib chiqqanligi uchun bu kuchlar oshdi deb xabar beryapti va yana nima bo'ldi? Yana neft narxlari agar haqiqatdan shunaqa ko'tarilib ketsa, bu Yevropaning iqtisodiyotiga ham zarar va inflyatsiyasini ham oshirib yuboradi. Chunki hamma joyga neft kerak, o'rtoqlar, hamma joyga benzin kerak. $10 bu ham bizda albatta korrelyatsiyani inobatga olsak outsider va New York Low hozir qiziq, London Low'ni yetsinchi, undan keyin harakatga qarab New York Low'gacha ozgina scalping qilsa bo'ladi. Neft yuqoriga qaraymiz. Neft bo'yicha gapiradigan bo'lsam gap ko'p, lekin Tramp Venesueladan neft yetkazib berish boshlanayotganligini aytayotdi. Oldin Venesuelani AQSh neft kompaniyasi bilan shartnoma tuzganligini aytdim sizlarga eslatsanglar va birinchi marta yetkazib berildi deb ham aytdim bu narsani. Va bu shartnomalar jahon neft bozorini barqarorlashtirish uchun mo'ljallangan deb aytilyapti va hozir juda ham geosiyosiy holat keskinlik oshib ketgan. Neftni qaranglar, baychilar juda ham ko'p hozir. 98% odam bayda o'tiribdi-da. 97% odam bayda o'tiribdi. Shu qatorda men ham tepaga deyapman neftni, dollar ham, neft ham. Nima uchun? Sabablari yetarli, geosiyosiy holat, to'xtalib o'tirmaymiz, hamma bilib turibdi nima bo'layotganini, shuning uchun neft yuqoriga. Dollar va yapon yenasi to'xtalamizmi? Birozgina hozir Yaqin Sharqdagi keskinlik yapon yenasini qo'llab-quvvatlash kerak edi, lekin baribir AQSh dollari hozir kuchliroq va Yaqin Sharqdagi mojarolar davom etib, xavfsiz aktivga oltinni ham oshiryapti va dollarni ham oshiryapti korrelyatsiyasiga qaramasdan. Va bu fonda Yaponiya yenasi hozir osha oladimi degan holat bizda noaniqlik keltirib chiqaryapti va dollar kuchayadi Yapon yenasiga nisbatan. Va intervensiya zonasi haqida ma'lumot beruvdim sizlarga eslatsanglar va intervensiya zonasidan atgadni ham oldik. Intervensiya zonasi agar yetib borsa, katta ehtimol bilan pastga ketib qolaveradi. Bu dollar kuchayadimi, kuchaymaydimi pastga ketib qolaveradi. Shunaqa holat bo'ladi bozorda, chunki bank aralashuvi juda katta bozorga ob'yom kiradi, juda katta likvid va shuning uchun mana shu holat bo'lishi mumkin. Hozircha o'rtoqlar, texnik tahlilni o'zingizlar ko'rib olasizlar. Men videoni cho'zish niyatim yo'q, chunki ko'pchilikni vaqti faqat fundamental uchun kirishadi, vaqtini ajratib, shuning uchun men fundamentalni sizlarga yetkazib bermoqchiman. U yerda nima deyapti? Yaqin Sharqdagi voqealar ichki va tashqi iqtisodiyotga ta'sirini diqqat bilan kuzatishligini, shu bilan birga Moliya vaziri Katayama bozor rivojini kuzatib borayotgani va zarur bo'lsa chora-tadbirlar qo'llashga tayyorligini bildirdi. Bu yana dollar yapon yenasini silga tortadigan omil aslida. Chunki bozorni kuzatib boradi, chora-tadbirlar qo'llashga tayyor Moliya vaziri. Tushundingizmi? Xo'p. Xizmatlar sektoridagi faollik oshganligi dollar yapon yenasiga nisbatan hozir bayga ketishga majburlaydi. Yapon yenasiga nisbatan dollar kuchayadi va biz hozir yuqoriga pozitsiyalarni ma'qul ko'rib turamiz vaqtinchalik. Oltinni aytib o'tdim. Xuddi dollarni gapirganda o'rtoqlar bitta narsani inovatga olaylik, kecha oltinga batafsil to'xtaling debsizlar. Oltin bo'yicha yangilik chiqmaydi dunyoda. Deyarli oltin bo'yicha yangilik chiqmaydi. Aytish mumkin Indiyada, Hindiston, ya'ni Hindistonda oltin narxi ko'tarilyapti deyish mumkin. Oltinga talab banklar sotib olyapti. Boshqa deyarli yangilik yo'q oltin bo'yicha. Oltinga geosiyosiy voqealar, mana shu bo'layotgan Yaqin Sharqdagi mojarolar, shu kabi narsalar, yana allambalo narsalar ta'sir qiladi va asosan dollarning harakati. U USDlik uchun biz ko'proq dollarni gaplashganimizda, siz oltinga to'g'rilab oling. Dollar ko'tariladi, oltin tushadi degan aslida korrelyatsiya bor-ku orada. Dollar ham oltin ham ko'tarilishligini 2 martalab, 3 martalab aytishim, bu yerda geosiyosiy holatda bir-biriga nisbatan mensimaydi bir-birini. Oltin ham katta impuls bilan ko'tariladi, dollar ham.
xush holatlar bo'lib turadi bozorda. Lekin oltinga alohida to'xtalish bu umuman mantiqsiz. Chunki haqiqatdan ham shunaqa. Kim nima deya oladi? Yozinglar fikrlarini, agar kommentariyada fikringiz bo'lsa, mana shu oltin masalasi bo'yicha kimda qo'shimcha yangilik bo'lsa marhamat. Lekin dollarni bekordan-bekorga ko'p gapirmayman. Dollar bizda yevro dollarga, funt dollarga, neftga, dollar yapon yenasiga, USD CADga, Avstraliya dollarga va Shveysariya franki dollar bularga ta'sir qiladi va shu qatorda oltinga ham ta'sir qiladi o'rtoqlar. Chunki bu USD, uni o'zi emasda bu. Bu USD bu. Tushundinglar mana. Oltin ana shu troyska unsiyasi hozir dollarga nisbatida 55.177 misol uchun. Tushundinglar deb o'ylayman. Dollar ko'tarilsa, bu tushadi. Dollar tushsa, bu ko'tariladi. Xuddi shu holat. Dollar Kanada dollari. Dollar ko'tarilayotganligiga qarab harakat qilsak bo'ladi, lekin texnik tahlilda albatta bizda zonalardan harakat berish mumkin va o'zi aslida neftga talab Kanada dollarini qo'llab-quvvatlar pastga berish kerak edi. Avstraliya dollari va dollar. Avstraliyada o'rtoqlar hozir birozgina noaniqlik. Avstraliyada ishsizlik nafaqasi bo'yicha hisobotlar oldidan Avstraliya dollaridan bozor ishtirokchilari chiqyapti. Dollardan ham chiqishyapti. Savdolarda bugun unchalik impuls kutilmaydi qo'ya, lekin Avstraliya statistika byurosining payshanba kuni bergan ma'lumotiga ko'ra, yanvar oyidagi savdo balansi profitsiti 2,631 millionga qisqargan. Bozor 3,900 millionga oshligini kutgan edi. Bu qisqarish albatta kutilmagan nisbatan teskari bo'lganligi uchun dollar bizda pasayadi. Avstraliya eksporti yanvar oyida 0,9% ga kamaydi, oldingi oyda 0,9% ga o'sishga qaraganda va 1% qayta ko'rib chiqilganda 1% ga o'sgan edi o'tgan oy. Bu 0,9% kamaydi va import 8% ga 0,8% ga oshgan import. Oldin 1,8% ga pasayganiga qaraganda bu kutilgandan torroq profitsit va Avstraliya dollar biroz pasayapti. Lekin AUDni qo'llab-quvvatlaydigan bitta omil Michel Bullock, ya'ni Avstraliya Markaziy banki rahbarining ismi Michel Bullock va uni gapi bo'yicha dekabr oyidagi qarordan keyin bayonoti mana shu siyosatni inflyatsiya bo'yicha tashvishlari markaziy masala deb bo'lib turibdi. Ya'ni e'tiborimiz inflyatsiyaga qaratilgan deyapti-da. Inflyatsiya hozir foiz stavkalarini oshirish imkoniyatini kun tartibiga olib chiqyapti. Inflyatsiya yuqori va biz Markaziy bank tomonidan foiz stavkalarini oshirish bo'yicha kutilmalarimizni kuchaytiryapmiz, deyapti. Bu AUD dollarni yagona omil yuqoriga tortayotgan. Va hozir geosiyosiy keskinlik aytib o'tirmayman, juda ham yetarli darajada bor va mana shu narsa hozir yangitdan yana xavf paydo bo'layotganligi AQSh dollarini qo'llab-quvvatlashi mumkinligi AUD dollarida men emas, balki selga paysa ma'qul ko'raman. Dollar kuchayishiga fonida. Dollar Shveysariya franki bu yerda bayga katta ehtimol bilan, juda katta ehtimol bilan bayga o'rtoqlar. Selga ketib qolsa nima bo'ladi? Shveysariya Markaziy banki rahbari bayonot qildi va Markaziy bank Forex bozorida intervensiya o'tkazishga tayyor ekanligini aytdi. Buni o'zi verbal intervensiya, og'zaki intervensiya bo'ladi va bu ular nimani xohlamaydi? Shveysariya franki juda ham qadrli bo'lib ketayotganini xohlamaydi. Juda ham kuchli-da u. Pul birligi. Agar u juda ham kuchli bo'lib ketadigan bo'lsa, nimaga olib keladi? Bu yana inflyatsiyani yumshashiga olib keladi. Yaxshi hamki inflyatsiya o'zgarishsiz qoldi, kutilmagan nisbatan albatta zo'r. Oylik hisobda 0,6 ga o'sgan va o'zi yillik hisobda 0,5% da qoldi o'zgarishsiz. Bu Shveysariyani frank uchun bir tomondan yomon, lekin 0,5 0dan ko'ra yaxshi-da. Va bu yerda hozir ular pul juda ham qadri yuqori ekanligi uchun intervensiya o'tkazib, pulni qadrsizlantirib, dollar Shveysariya frankini yuqoriga o'sishligi, ya'ni Shveysariya franki zaiflashib, dollar kuchayishligini xohlayapti va bu gap va bunga qo'shimcha geosiyosiy holat dollarni mana shu juftlikda o'rtoqlik katta ehtimol bilan yuqori ketishligini qo'llab-quvvatlayapti. Mana shu haylar men uchun qiziq, yetib borishi mumkin dollar Shveysariya franki. Shu bilan o'rtoqlar bugungi brifingni tamomlaymiz, tugatamiz. Kimda qanaqa fikrlar bo'lsa, albatta kommentariyada yozing. Ko'rishlar soni sizni kommentariyangizga qarab oshadi. Boshida mana shu YouTube kanalimiz o'chib ketganidan keyin qaytib ochganimizda ko'rishlarimiz tiklanayotgan edi, yana kuzatuvchilarimiz bizni tark etishni boshladi shekilli. Qaytinglar o'rtoqlar. Like, komment albatta kerak. Shunchaki videoni ko'ryapsan, bitta smaylik bo'lsa ham tashlab qo'ying. Ana shu bizni kuzatuvchimiz, aktiv kuzatuvchimiz bor. Nimadir muz degan. O'zlari videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsalar, oxirigacha ko'rdim deb yozishlarini so'rayman. Hozir men ularni ismlarini topishga harakat qilaman. Har bir videoga komment yozadilar. Har bir. Kechagi bitta videoga yozmabdilar. Men qachon Instagramga, Instagram va YouTubega video qo'ysam, har biridan ana shu insonning kommentlarini ko'raman. Superazmuz 119 degan kuzatuvchimiz o'shalar kabi aktiv bo'lishliklarini masalan so'ragan bo'ladim, chunki biz siz uchun
xizmatdamiz o'rtoqlar. 217 juda ham kam prosmotlarimiz va oldingi obunachilarimizni va oldingi kuzatuvchilarimizni havasini qaytarishimiz uchun sizni laykingiz, kommentingiz biz uchun juda ham muhim. Shuning uchun kanalga obuna bo'lish, undan tashqari Telegram kanaliga ham o'tish esingizdan chiqmasin. Barchaga rahmat. Kuninglar xayrli bo'lsin o'rtoqlar. Salomat bo'linglar.